bugun 70 yoshda bo'lsa ham faol kitobxon sifatida nomlari alohida e'tirof etilayotgan va viloyat axborot kutubxona markazida bugungi kungacha har kuni deylik o'sha insonlarni uchratish mumkin bo'lgan yurtdoshlarimiz haqida sizga ma'lumot bergim, ularni tanishtirgim keldi. Biz shu haqda lavha tayyorlashga harakat qilganmiz. Ayni paytda keling, mana shu keksa yoshli faol kitobxonlar haqidagi lavhani birgalikda tomosha qilsak, ana undan keyin studiyadagi suhbatimizga qaytsak. Qanday qiziqarli, keling birgalikda tomosha qilamiz Va tanishib olamiz. Insoniyatning eng buyuk, qadimiy va bebaho ixtirolaridan biri. Bir necha ming yillik tarix davomida kitoblar o'ziga xos taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi. Ajdodlar o'z bitiklarini kelajak avlodlarga yetkazish uchun turli vositalarni tosh, papirus, pergament, hayvon terilari va qog'ozdan foydalanishdi. Kitob aslida qanday ko'rinish, hajm yoki shaklga ega bo'lmasin, u bir vazifani bajaradi. Ya'ni insonning bilimini oshirish, tafakkurini boyitishga xizmat qiladi. Aslida kitob bilan do'stlashuv uzoq muddatni o'z ichiga oladi. Masharif Qozoqov hozir 70 yoshda. Uning kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishi ana yillik tarixga ega. Bolalikdan boshlaganman va bugun ham kitob o'qishni kanda qilmayman, deydi qahramonimiz. 20 yıldan beri kütüphaneye ezaman. Muntazam qatnab turamiz. Özümüz Özbek yazıcılarından hem Tahir Melik, Erkin Vahidov, Züleyxa Məşəriboğlu'nun eserlerini muntazam okup turamiz. Uyumuzda şahsi kütüphanemiz var. 600 tane kitaplarımız var. Yeni çıkan kitaplarını şu ayarlanıp çıkanda alıp okuyumuz yengiden. Baytıp varamız. Vilayetimizde şunun kütüphaneler varlığına faxırlanamiz. Bu bir xalqimizning boyligi, mulki desa bo'ladi. Viloyat axborot kutubxona markazining faol kitobxonlari orasida keksa yoshli kitobxonlar soni ham ko'p. Ular orasida Baxtiyor Madaminov ham bor. Bu yerga kelishdan zavq olaman. Deyarli hamma asarlarni o'qib chiqdim, deydi u. Quloqimizga chalingan va hatto ko'pincha suhbat davomida aytiladigan fikrlardan biri bu kitobga bo'lgan munosabat bilan bog'liq. Odamlar kitob o'qimay qo'yishdi degan mazmundagi mulohazalarni juda ko'p eshitamiz va bu haqda faol kitobxonlardan so'rashni unutmadik. Badiiy kitoblarni, tarixiy kitoblarni o'qishga juda qiziqaman. Buni qiziqishimiz sababi bu odamning fikrlashini, dunyoqarashini, ham aqliy jihatdan bilimini oshirishga ko'p yordam beradi. Sevib o'qigan asarlarim, qahramonlarimiz klassik asarlar Chingiz Aytmatovniki, rus klassik asarlaridan Lev Tolstoyniki. Ana shu asarlar odamni shunday nima qiladi, ta'sir qiladiki, hatto shuni qahramonlar bilan birga yashagandan bo'lasiz. Kitob o'qishni targ'ib qilish uchun menimcha o'ylayman, oiladan boshlash kerak, oilada o'rgatish kerak. Farzandlarni, nevaralarni qiziqtirsak juda yaxshi bo'ladi. Kitobda teatr, kinoga qaraganda buni tarbiyaviy ahamiyati juda kuchli. Mana shuning uchun ham badiiy tarixiy kitoblarni o'qishga ko'p qiziqaman. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Olam va odam, din va ilm kitobi juda qattiq ta'sir qilganman. Said Ahmedning Ufq trilogiyasi, ana shu asarlari haqiqatan bir insona ko'p ta'sir qiladigan, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan asarlar. Hozirgi yoshlarimiz ilmga chanqoq, shularni qiziqtirish kerak. Yanada yetuk, ajoyib mutaxassis bo'lib yetishib chiqadilar. O'zimda topa olmagan kitoblarni, mana yangi kitoblar kelib boshladi. Shularni olib bu yerdan qidirib topamiz. Katta rahmat aytmoqchiman. Azza Mahshariy nomidagi mana kutubxona xodimlariga yaxshi xizmat qiladilar. Tavsiyalarim shu, ko'proq kitob o'qisalar. Mayli badiiy kitob o'qisin, mayli ilmiy kitob o'qisin, baribir hammasining ahamiyati katta, juda katta bo'ladi. O'zlari uchun hayotda to'g'ri yo'l tanlasha, to'g'ri qaror chiqarisha, hayotda o'zini o'rnini topib ketishlariga katta yordam bo'ladi. Kitob o'tmishni, bugun va kelajak bilan bog'lovchi muhim ko'prik sanaladi. Tafakkur va ong o'sishi avvalambor olayotgan bilim bilan bog'liq. O'z ustida ishlashni yoqtiradigan inson avvalo yangi nashrlar bilan tanishib boradi. Badiiy, ilmiy adabiyotlarni ko'p o'qiydi. Bu esa insonning bilimli, keng tafakkurli bo'lishiga yordam beradi. Ma'naviy ozuqa olish, bilimni boyitish uchun aslida hech qanday chegara qo'yilmagan. Kitobxon bo'lish va yosh tanlamaydi. Faqat xohish va istak bo'lsa bas.